Sure Luqman Mekke'de nazil bo'lgan 34 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Bu hikmetlik kitapning oyatlaridir. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. U ta'dil erkan bilan namoz o'qiydigan, Allohning rizosini tilash yuzidan ko'ngil ozodligi bilan zakat beradigan va oxiratga jazman ishonadigan, yaxshi ish qiluvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Aşıla, yani yuqorqi sifatlarga ega kishilar Rabbining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular maqsadga erishuvchilardir. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Bazı kişiler bilimsizlikten insanlarni Allah'ın yoludan azdırış için behude gaplarni, yani müzika, naqsha qatorliqlarni setib oladi ve Allah'ın yolunu mesxir qiladi. Ana shular xo'r qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Eğer onunla bizning oyatlarimiz, yani Kur'an oyatları o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki quliqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq solishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, onunla qattiq azob bilan xush xabar bergin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar nozu ne'matlik jannatlarga kirdi. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Bu cennetlarda ular mengü kalıdı. Bu Allah'ın rast vədisidir. Allah vədisiga xiloflik qilmaydi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah osmonlarni turiksiz yaratdi ki, sizlar uni ko'rib turyotsizlar. Yer tevrab sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jandarlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Mana bular Allah'ның məxluqatıdır. Mana göstərib beringlar ki,
Allah'tan başka mabudlarınla zadı nimelerni yarattı? Belki zalimler op-oçuk gümrahlıktadır. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Biz Luqman'a hakikaten hikmet ata kıldık. Onunla aytdık ki, Allah'a şükür kıygın. Kimiki şükür kılıdiken öz üçün kıygan boludu. Kimiki küfürlük kılıdiken şübhisiz ki Allah bendilerden bir hacettir. Medhiyege layıktır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Öz vaqtida Luqman oğluğa nasihat kılıp, ey oğulçıkım, Allah'a şirik keltirmegin. Şirik keltiriş hakikaten çoğun zulümdür, dedi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. İnsanni ata-anasıga yaxşılık kılışkı buyurduk. Anası onu qosug'ida üstüge acizlik bilan ko'tirdi. 2 yılda onu emcekten ayırdı. Ey insan, bana ve ata-ananga şükür qıygın. Ahir qaytıdığan joy mening dergahimdir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Eğer ata-anan seni sen bilmeydiğin dersini ona şirik keltirişki zorlasa, ulağa itaat qılmagın. Ulağa dünyada yaxşı muamelede bolgın. Yani diningga ziyan yetmeydiğin asasda yaxşılık qıygın. Bana taat bilen qaytqan adamning yo'liga ergashgin. Andın mening dergahimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman aytdi: Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, o uyul taşning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qidida, ya zaminning ostida bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Allah haqiqatan inchik kuzatkichidir, hammadan xabardordir. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkan bilan o'qig'in. Kishilarni yaxshilikqa buyurg'in, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulpatlarga sabr qilg'in. Chunki haqiqatga da'vat qilg'uchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilish uchun iroda tiklashga tegishlik ishlardandir. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Kishilardan mensitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ziminda g'adiyib mangmag'in. Allah haqiqatan hakavur,
o'zini cho'ng tutquchilarni yaxshi ko'rmaydi. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. O'ttirhal mang'in, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير. Bilmemsizlarki Allah osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shurun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Alloh haqida jidallashidi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Agar ularga Allah nazil qilganga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishimiz deydi. Shayton ularni davzax azobiga chaqirgan tursa, ular yanala ota-bobolarining diniga ergishamdi. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Yaxshi ish qilg'uchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kimiki kafir bo'ladigan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillardagini bilib turguchidir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobga, ya'ni azobni tetishga majburlaymiz. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jami hamd sana Allohga xosdir. Belki ularning to'lisi uqmaydi. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan maxluqotidan va ularning ibodatidan, jumladan ahli jahondan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz suyi
siya bo'lgan, onunğa yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi Allohning so'zlarini yezib tugatkili bo'lmaydi. Allah haqiqatan mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Ey insanlar! Sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Allah'ın keçini kündüzge ve kündüzni keçigi kirgizdiganligini, gün bilen ayni boysundurdiganligini görmemsen. Gün bilen ayning her biri muayyen muddet, yani kıyametkiçe öz pellikide seyri kılıdı. Allah sizlerning qilmishinglardan to'liq xabardardir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Bu şunun için ki Allah haktır. Ulanın Allah'ını koyup ibadet kılganları batıldır. Allah alidir, büyüktür. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Görmemsen ki kimilerinin Allah'ın merhameti bilen denizde yürüyüşü Allah'ın sizlerge öz kudretinin bir kısım delillerini közetiş üçündür. Bunun da her bir sabır kılgıcı, şükür kılgıcı üçün hakikaten çok deliller var. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Denizde ulanı tağladek dolqunla oruvagan çağda ula kamali ihlas bilen Allah'a iltica kılıdı. Allah ulanı deniz xatarlarından qutuldurup quruqliq çıkargan çağda ulanın bazısı doğru yolda boludu. Bizning ayetlerimizni faqat xiyonatkor, yani Allah'ın nimetlerinden tanıgan adamlar inkar kılıdı. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey insanlar! Rabbinlarga buyruklarını orundaş, meni qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi. Balamu atasiga asqatmaydi. Haqiqatan Allohning va'dasi haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi oldimisin. Şeytanning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan oldishiga yo'l qo'ymanglar.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamchikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ata nimalarni qiladiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilib turg'uchidir, hammadan to'liq xabardordir.